Butun dunyo islom ulamolari kengashi raisi bir kuni televideniyada so'roq savol qilyaptilar. Odamlar bilan Yusuf Qarzaviy rahmatullohi alayhi. Men o'shanda ko'rib qoldim, to'g'ridan to'g'ri mubashir ko'rsatuv bo'layotgan ekan. Savol berishyapti, u kishi javob beryaptilar. Bir yigit savol beryaptiki, men deyapti, Yevropada ishlayman, musulmon bo'lmagan o'lkada odamlarga tarozida xizmat qilaman. Ular musulmon bo'lmaganligi uchun tarozidan urib qolsam bo'laveradimi deyapti. Musulmon emas-ku. Men qiziqib turibman, qani nima javob berar ekanlar. Alloh rahmat qilsin, endi akademik edilar Yusuf Qarzaviy. U kishi javob beryaptilar, aytayaptilarki, birovning haqqiga xiyonat qilish, tarozidan urib qolish katta bir gunoh bo'lsa, senga shu 1000 marta gunoh dedi. Shuning uchunki seni qilgan harakating milliardlab musulmonlarga beriladigan baho bo'ladi deb. Musulmonlar shunaqada degan gap chiqadi deb. Shuning uchun azizlar, biz ummatmiz. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatimiz. Bizning harakatimiz butun ummatga baho. Bizda hech qachon firibgarlik, yolg'onchilik bo'lmaslik kerak. Mana Imom Bayhaqiyda kelgan hadis bor, juda ko'p ishlatiladi. Payg'ambarimiz alayhisolamdan sahobalar so'radilar. Ayakunul mu'mini jabanan. Mu'min odam qo'rqoq bo'lib qolishi mumkinmi dedilar. Rasululloh alayhisolam na'am dedilar. Ha, qo'rqoq bo'lib qolishi mumkin. Ayakunul mu'minu bakhilan. Mu'min baxil bo'lib qolishi mumkinmi dedilar Rasululloh alayhisolam. Payg'ambarimiz ha, bo'lishi mumkin. Mo'mindan qo'rqoq ham chiqib qoladi, baxil ham chiqib qoladi dedilar. So'ng u yana so'radi, Ali so'rayotgan sahoba. Ayakunul mu'mini kazzaban. Mu'min kazzob, yolg'onchi bo'lishi mumkinmi dedilar. Rasululloh alayhisolam la dedilar, yo'q dedilar. Qo'rqoq bo'lishi mumkin, baxil bo'lishi mumkin, lekin men ummatimdan yolg'onchi chiqmaydi dedilar. Eng yomoni yolg'on azizlar. Yolg'on gapirishlikdan saqlanishligimiz kerak. Hozirgi kunda shunaqa bo'lib qoldiki, firibgarlik uchiga chiqdi. Savdo sotiqdagi firibgarlik, qasam ichib molini o'tkazish, aldab sotish. Mol bozorlarga kiring, boshqa bozorlarga kiring, hamma joyda Alloh bizni kechirsin azizlar. Odatiy hol bo'lib qoldi. Bir hadis bor edi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan, 3 toifa odamga qiyomat kuni Alloh ularga rahmat nazari bilan qaramaydi, ularga alamli azob bo'ladi degan Imom Muslimda hadis keladi. Mana shundan bittasi yolg'on qasam so'zlab matosini sotadigan odam dedi. Unaqa odamga Alloh rahmat nazari bilan qaramasa ekan, u alamli azob berar ekan. Kim ekan u? Matosini yolg'on sotadigan. Yana qasam ichib qo'yadi. Alloh ko'rib turibdi, Alloh yo'lda u edi, bu edi degan gaplarni shunday gapiradiki, siz ishonib ketasiz. Siz ishonib ketasiz. Eng achinarlisi bu odamlar orasida bizni musulmonlarni bir-birimizni kalaka qilishlik, hatto shu qilayotganlarni aksari hoji degan narsani ham chiqarishdi. Hammada shu gap bor, hoji akada ular. Bilamiz hoji akalar. Allohning baytini ziyorat qilib kelgan odamni butun gunohlardan xoli bo'lib keldi. Mana nechta hozir ichingizda hoji o'tiribsiz, Alloh qabul qilsin. Lekin bitta ikkitani qilgan ishini deb hamma shunaqa degan bahoga sabab bo'lyapti. Ana shuning uchun ham biz hech ham bir yolg'on ishlatmasligimiz kerak.